Pokiston va Hindiston munosabatlaridagi harbiy siyosiy keskinlik kuchaymoqda. Ikki davlat o'rtasida yana urush chiqishi ehtimoli qanchalik yuqori? Istanbul aholisi yana yer qimirlashidan aziyat chekmoqda. Zilzila yana qaytishi mumkinmi? Rim papasi Fransisk vafot etdi. Uning dafn marosimi siyosiy kulvar vazifasini o'tashi mumkinmi? Assalomu alaykum. Yakunlanayotgan haftaning eng muhim voqealari tahlilini e'tiboringizga havola etamiz. Pokiston va Hindiston o'rtasidagi harbiy siyosiy keskinlik avjiga chiqmoqda. Hammasi 2025-yil 22 aprel kuni amalga oshirilgan terrorchilik hodisasidan so'ng boshlandi. Hindiston nazoratidagi Kashmirning Pahalgam vodiysida sayyohlarga qarshi amalga oshirilgan terrorchilik hujumida 28 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati hindistonlik bo'lib, ular orasida bir nafar nepallik fuqaro ham bo'lgan. Hujumdan so'ng Hindiston hukumati qator keskin choralar ko'rdi. Jumladan, Pokiston fuqarolariga berilgan vizalarni bekor qildi va ularni 48 soat ichida mamlakatni tark etishga majbur qilyapti. Pokiston diplomatlarini mamlakatdan chiqarib yubordi va o'z diplomatlarini Islomoboddan chaqirib oldi. Ikki mamlakat o'rtasidagi asosiy chegara punkti Attari vagahni yopdi. 1960-yilda imzolangan Hind daryosi suvlari to'g'risidagi shartnomani to'xtatdi. Bu esa Pokistonni amalda suvdan mahrum qilish akti bo'lib, Islomobodga qarshi urush e'lon qilish bilan barobar. Hindiston bosh vaziri Modi esa bu hujum ortida Pokiston hukumati turganini iddao qildi. Islomobod esa Modining bu ayblovlarini rad etdi. Shunga qaramasdan Pokiston hukumati ham javob tadbirlarini amalga oshirdi. Xususan, Pokiston hukumati o'z havo hududini Hindiston aviakompaniyalariga tegishli yoki ular tomonidan boshqariladigan barcha samolyotlar uchun yopmoqda. Shuningdek, Hindiston bilan barcha savdo aloqalari, hatto uchinchi davlatlar orqali amalga oshiriladigan savdolar ham to'xtatilmoqda. Pokiston Hindistonning Islomoboddagi Oliy komissiyasida faoliyat yurituvchi diplomatlar va xodimlar sonini 30 nafargacha qisqartirishga qaror qildi. Ta'kidlash joiz, ikki mamlakat o'rtasidagi adovat tarixiy bo'lib, u 1947-yilga borib taqaladi. Shu yil avgust oyida Britaniya imperiyasiga tegishli Hindiston bo'linayotgan paytda Jammu va Kashmir rojaligida Hind maharojasi Hari Singh hukmronlik qilar, biroq aholining 77% musulmonlardan iborat edi. O'sha paytda musulmon aholi Hind hukmroniga qarshi qo'zg'olon ko'taradi. Aslida mavjud shartnomalar bo'yicha musulmon aholi ko'pchilik bo'lgan hududlar Pokistonga o'tish kerak edi. Biroq Hind millatiga mansub Hari Singh Kashmirni Hindistonga qo'shilishini e'lon qildi va Hindiston hukumatidan harbiy yordam so'radi. O'shanda bu mojaro hindlarning g'alabasi bilan tugadi. Shundan keyin ham 1949, 1965 va 1971-yillarda Hindiston va Pokiston o'rtasida Kashmir borasidagi ixtilof tufayli 3 ta urush bo'lib o'tdi. 1980, 84, 86, 1999, 2016 va 2019-yillarda ham chegaradosh yerlar hamda Kashmir hududida bir qancha harbiy to'qnashuvlar yuz berdi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Kashmirdagi terrorchilik akti kim uchun ko'proq foydali bo'ldi? Aytish joiz, bu yilgi terrorchilik akti Hindiston bosh vaziri uchun zo'r bahona bo'ldi. Shundoq ham millatchi va aksal musulmon siyosatchi sifatida nom chiqargan Modi ancha yillardan buyon Hindistondagi 250 million nafar musulmonlarni kamsitish, diniy muqaddasotlariga xuruj qilish va masjidlarni buzib tashlash siyosatini yuritib kelayotgan edi. Masalan, ulug' bobokalonimiz va vatandoshimiz Bobur Mirzo Hindistonda qurdirgan Bobur masjidi ham buzib tashlanib, o'rniga hindular ibodatxonasi qurildi. Kashmirda yuz bergan terakt esa radikal hindularning musulmonlarga qarshi xurujlarini yanada kuchaytirib yubordi. Hindlar ko'chalarda musulmonlarni ushlab olib, haqoratlab, kaltaklamoqda. Musulmonlarga tegishli uylar va binolar yoqib yuborilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida bir hindu xuddi Isroil G'azo sektor musulmonlarni qirib tashlaganidek, biz ham siz musulmonlarni qirib tashlaymiz. Biz Modining farzandlarimiz deya hayqirib, ularni kaltaklayotgani aks etgan. Shuningdek, Hindiston ommaviy axborot vositalarida ham musulmonlarni kelgindi va iflos qatlam sifatida tasvirlovchi ijtimoiy roliklar tez-tez namoyish etilmoqda. Bunday aksal musulmon retorika va propaganda Modining millatchi va islomofob partiyasi Bharatiya Janata Party tomonidan tashkillashtirilmoqda. Bugun esa Modi bu terrorchilik akti bahonasida Pokistonga qarshi o'ta keskin qadamlar qo'yib, urush chiqarishga urinayotgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Maqsad nima bo'lishi mumkin? Maqsad albatta Hindistondagi musulmonlarning huquqlarini kamsitish, Kashmirni butunlay bosib olishdan iborat bo'lishi ham mumkin. Qolaversa, Modi hukumati Falastin masalasida doimo Isroilni qo'llab-quvvatlab kelgan va uning musulmonlarga qarshi siyosatidan o'rnak olishi ham mumkin. Isroil ham hindlarning bunday tarafkashligiga o'z minnatdorchiligini bildira boshladi. Masalan, Daily Times nashrining ma'lum qilishicha, o'tgan kuni tunda Isroil hukumati Hindistonning Adampur aviabazasiga aniq boshqariladigan o'q-dorilarni, raketalarni, jumladan boshqariladigan bombalarni yetkazib bergan.
Xo'sh, voqealar rivoji qanday davom etadi va qanday yakunlanishi mumkin? Ekspertlarning aytishicha, agar bu ikki yadroviy davlat o'rtasida urush yuz bersa, Pokiston mag'lub bo'lishi ehtimoliga yaqinroq. Avvalo, shu paytgacha bo'lib o'tgan qurolli mojarolarda asosan Hindiston g'olib bo'lgan. Ikkinchidan, Hindiston oxirgi paytlarda harbiy salohiyatini muttasil oshirib kelyapti. Hindistonning harbiy byudjeti 80 milliard dollarga yetgan. Pokiston esa harbiy sohaga bundan deyarli 10 barobar kam mablag', ya'ni 8,9 milliard dollar ajratgan xolos. Albatta, ikki davlat ham o'z arsenalida mavjud yadro qurollaridan foydalanishga jur'at qilmaydi. Biroq mojaro jiddiy tus olishi va dunyoning boshqa davlatlarini ham jarayonga jalb etishi mumkin. Aftidan, Hindiston ham hozirgi nozik siyosiy xaos paytida Kashmirni butunlay bosib olish, Pokiston harbiy iqtisodiy qudratiga tuzatib bo'lmas zarba berish va albatta Hindistondagi musulmonlarning ovozini o'chirishni maqsad qilgan ko'rinadi. We begin in Turkey and northern Syria, where in the early out of Turkey and Syria, places that are still Donetsk'in regioni Kahramanmaraş merkezli deprem. Zilzila yana qaytishi mumkinmi? Seysmologlarning ta'kidlashicha, Turkiyaning asosiy hududi o'ta faol tektonik mintaqada joylashgani bois zilzilalar to'xtab qolmaydi. U o'qtin yuz berishda davom etaveradi. 2025-yil 23-aprel kuni Turkiyaning iqtisodiy va madaniy markazi bo'lgan Istanbul shahrida 6,2 magnitudali kuchli zilzila yuz berdi. Eng dahshatlisi, zilzila endi to'xtadi deb o'ylashganida uning qaytishi va qaytalanishi aftershoklar yuz berdi. Bu ham aholining sarosimaga tushib qolishiga sabab bo'ldi. Zilziladan so'ng 130 dan ortiq kuchli aftershoklar qayd etilgan. Ulardan eng kuchlisi 5,9 magnitudali bo'lib, aholi orasida yanada ko'proq xavotir uyg'otdi. Turk seysmologi Ahmet Erjanning kuni kecha ma'lum qilishicha, 2025-yil 23-aprel kuni Istanbulda sodir bo'lgan zilzila 7,2 magnitudaga yetishi mumkin bo'lgan yanada yirik seysmik falokat uchun ogohlantirish signal bo'lishi mumkin. Erjanning so'zlariga ko'ra, yangi zilzilaning epitsentri ham xuddi o'sha hududda, ya'ni 7 dan 13 kilometrgacha chuqurlikda bo'ladi. Ammo bu safargi turklar 22 marta kuchliroq bo'lishi mumkin. Mening tadqiqotlarimga ko'ra, bu katta zilzila 2045-yildan 2075-yilgacha bo'lgan davr oralig'ida sodir bo'lishi kutilmoqda, deydi turk seysmologi. Shuningdek, 1999-yildan keyin qurilish qoidalari ancha qat'iylashtirilganidan so'ng qurilgan uylarda istiqomat qilayotganlar va ularning hududlari mustahkam yer tuzilishida joylashgan bo'lsa, unda ular uchun xavotir ancha kam bo'lishi mumkin. O'tayotgan haftada 21-aprel kuni Pasxa bayramidan keyingi birinchi kunda Rim papasi Fransisk 88 yoshida vafot etdi. Fransisk 12 yillik pontifiklik davrida bir necha kasalliklarni boshdan kechirgan. Bir necha bor operatsiya qilingan va keyinchalik nogironlar aravachasida harakatlanayotgan edi. Cherkov tarixidagi eng keksa papalardan biri sifatida Fransisk gripp va 2 marta ichak operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Ta'kidlash kerak, Rim papasi anchayin xalqchil va xolis rahbar sifatida tarixda qoldi. Masalan, 20-aprel yakshanba kuni o'limidan bir kun oldin Fransisk katoliklarni Pasxa bayrami bilan tabriklar ekan, o'z nutqida G'azo sektorida zudlik bilan o't ochishni to'xtatish, garovdagilarni ozod etish va g'azoliklarga insonparvarlik yordami yetkazib berishga chaqirgan edi. Albatta, Rim papasining o'limi siyosat maydonida unchalik katta o'zgarishlarga sabab bo'lmasa-da, uning dafn marosimi Rossiya, Ukraina va Isroil-Falastin masalasida parda ortidagi muzokaralar uchun maydon vazifasini o'tashi mumkin. Jumladan AQSh prezidenti Donald Tramp, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Yevropa ittifoqi davlatlari yetakchilari shanba 26-aprel kuni o'tkazilgan dafn marosimida o'zaro gaplashib olishgani va siyosiy masalalarni muhokama qilishgani ham aytilyapti. Sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan voqealar tahlili asosan shulardan iborat edi. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Bizni kuzatib borishni, fikrlaringiz va izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.